Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Hammangiz sog' omonmisiz? Yangi darsga tayyormisiz? Juda yaxshi. Bo'lmasa, kitoblarimizni olamiz. Bugun biz siz bilan juda qiziqarli hamda foydali mavzu bo'yicha gaplashamiz. Bugungi mavzuyimiz sog'liq katta boylik deb ataladi. Darsning maqsadi. Bilimiy maqsad. O'quvchilar sog'liq nima ekanligini, sog'lom hayot tarzining asosiy tamoyillarini tushunadilar. Sog'liq katta boylik iborasining mazmun mohiyatini anglaydilar. Tarbiyaviy maqsad. O'quvchilarda sog'liqqa e'tiborli bo'lish, zararli odatlardan yiroq yurish, gigiyena qoidalariga amal qilish kabi ijobiy fazilatlarni shakllantirish. Rivojlantiruvchi maqsad. O'quvchilarning mustaqil fikrlash, baholash, muhokama qilish ko'nikmalarini rivojlantirish. Sog'lom turmush tarzi bo'yicha amaliy maslahatlar berish orqali ular orasida ijtimoiy faoliyatni rag'batlantirish. Sog' tanda sog'lom aql deganda nimani tushunasiz? Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun maktabingizdagi shifokor har yili sizni 2 marotaba tibbiy ko'rikdan o'tkazishadi? Sizning sog' salomat bo'lishingizda kim ko'proq manfaatdor? Bilasizmi, aziz o'quvchilar? Inson uchun eng qimmatli boylik bu sog'lik. Agar odam sog'lom bo'lsa, u mehnat qiladi, o'qiydi, o'z orzulariga erishadi. Sog'lom bo'lish uchun toza havo, toza suv, toza kiyim va toza atrof-muhit juda muhimdir. Har kuni ertalab badan tarbiya bilan shug'ullanish, to'g'ri ovqatlanish, tishlarni tozalash, qo'llarni yuvish, gigiyena qoidalariga rioya qilish, bularning barchasi sog'liqni saqlashga yordam beradi. Sog'lom bola doimo quvnoq, faol va o'qishga qiziqadi. Kasal bola esa tez charchaydi, o'qishga e'tibori kamayadi. Shuning uchun har bir bola sog'lig'ini asrashi, gigiyena qoidalariga amal qilishi kerak. Xo'sh, siz ham gigiyena qoidalariga amal qilyapsizmi? Juda soz. Ovqatdan oldin va keyin qo'lni sovunlab yuvish kerak. Har kuni ertalab tishlarni tozalash, ko'p shirinlik yemay, sabzavot va meva iste'mol qilish. Har kuni havo toza joyda yurish, sport bilan shug'ullanish zarur. Sog'liq pulga sotib olib bo'lmaydi. Sog'lom bo'lish uchun tozalik, harakat va to'g'ri ovqatlanish kerak. Shuning uchun har birimiz sog'lig'imizni asrashimiz lozim. Sog'liq bu eng katta boylikdir. Bilasizmi, o'quvchilar? Mana bu yerda bizga qiziqarli hikoya beribdi. Hamza va Ahmad sinfdoshlar. Hamza sport bilan shug'ullanar. Maktabda oyisi tayyorlab bergan mazali ovqatlar, vitaminlarga boy mevalarni iste'mol qilar ekan. Ahmad esa tartibsiz ovqatlanar. Tushlikka hot-dog va gamburgerlar yer ekan. Ovqatdan keyin albatta gazlangan, rangli ichimliklar ichar ekan. Hamza Ahmadga uning iste'mol qilayotgan yeguliklari sog'liq uchun zararli ekanini aytibdi. Do'stiga birgalikda sport bilan shug'ullanishni taklif qilibdi. Lekin Ahmad uning gaplariga e'tibor qilmabdi. Bir kuni Ahmad maktabdan qaytayotib, ko'chada savdo qilayotgan sotuvchidan turli shirinliklar sotib olibdi. U uyga kirib, televizor qarshisida cho'zilib, bir necha daqiqalar ichida ularning paqqos tushiribdi. Ko'p o'tmasdan Ahmad qornida qattiq og'riq sezib, ko'ngli aynibdi. Shifoxonada uning ovqatdan zaharlanish tashxisi qo'yibdi. Ahmad shifoxonada uzoq muddat davolanibdi. To'g'ri ovqatlanish qoidalariga amal qilmaganligidan afsuslanibdi. Do'stim, sening so'zlaringga quloq tutmay xato qilgan ekanman. Ota-onam ham menga sog'liq eng katta boylik ekanligini ko'p aytishgan debdi. U Hamzaga shu kundan boshlab ular birgalashib sog'lom turmush tarziga amal qila boshlashibdilar. Ko'rdingizmi, aziz o'quvchilar? Shirinliklar,
noto'g'ri ovqatlanish, gazli ichimliklar inson sog'lig'iga qanchalar zarar keltirishini, Ahmadning sog'lig'ini qanchalar yomonlashtirgani sizga saboq bo'ldimi? Bo'lmasa, siz ham bunday mahsulotlardan saqlaning. Xo'sh, hikoya sizga yoqdimi? Bo'lmasa, hikoyaga sarlavha qo'ying. Sizning salomatligingizga foydasi bo'lgan mahsulotlarni bilasizmi? Ularni daftaringizga yozib keling. Kun tartibingizni tuzib, yozib keling. O'z vazningizni va bo'yingizni o'lchang. Agar bo'yingiz 1.30 santimetr bo'lsa, unda vazningiz qancha kilogramm bo'lishi kerak? Yuqoridagi jadvalga qarang. Xo'sh, bolajonlar, bugungi mavzuyimiz sizga yoqdimi? Foydali bo'ldimi? Juda yaxshi. Bo'lmasa, sizga berilgan topshiriqlarni barchasini bajaring. Siz bilan esa keyingi darsgacha xayrlashib qolaman.